Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Brex va bugun videomizda biz YouTube'larga cringe savollar berib ko'ramiz. Ikkinchi qism. Va o'tgan qismdagi kommentlar. Bo'lmasam biz videoni boshladik va birinchi YouTuberimiz bizda Nehuzbek. Kartochka gapira olsa birinchi bo'lib nima dedi deb savol bersam, if tashladilar shunaqa. Keyingi YouTuberimiz bizda T-Rox. Sizda eng g'alati qo'rquv nima deb savol bersam, men kanalim monetizatsiyaga tayyor bo'lsa ham bulanmay qolishi sababi 3 kunda 1 ga obunachi bo'lgani uchun YouTube'da shubha qiladi. Biz obuna bo'lganlardan ko'ra obuna bo'lmaganlar ko'p ekan, 97% ga. O'shaning uchun like va obunani bosib qo'ying. Va keyingisi bizda YouTuber emas, balki-da dizayner Isako. Hech o'ynaga qarab o'zi bilan gaplashganmisiz deb savol bersam, yo'q, faqat o'zim bilan ishlamay kelajakda yaxshi yashash uchun deb javob berdi. YouTuberimiz bizda Dizzy. Turga eng cringe yozgan xabaringiz edi deb savol bersam, ular aytdiki, kichkinalikda sevgi so'rab o'ynab yurardim Telegramda. Bo'laman, qolaman, akkauntlarga o'sha cringe real. O'shani eslasam o'yman ketadi. YouTuberimiz bizda Neker. Eng g'alati odatingiz nima deb savol bersam, g'alati odatim yo'q deb javob berdi. Shu paketga ko'rganlarga rahmat. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.